Toshkentda bomba portlayotgan ekan. Qo'shiq, seks haqidami deb yo'q sizlarmi? Mana bu miya boru, nimaga berilgan mana bu miya sizlarda? Biz va xalq dolboyob emas. Sizda dolboyobligingizni biz va xalq yetkazishga harakat qilyapmiz, madaniyat vazirligigacha yetkazishga harakat qilyapmiz, bilmayman, hammasi ko'z yumib turibdi. Mana bu miya sizga nima uchun berilgan? Mana popishni ko'rsatish uchunmi? Yo bo'lmasa mamalarni ko'rsatib chiqish uchunmi? Ko'talang chiqib o'ynash uchunmi? Yo seks haqida qo'shiq aytish uchunmi berilganmi mana bu miya sizga? Kelajak avlodni mana popishni ko'rsatib, ana shunday chiqsang zakonni ketasan deb ko'rsatyapsizlar. Bu madaniyat vazirliklari qayerga qarayapti ekan? Bir nima deydi, puli yo'q bloger bir neta gapirib qo'ysa, obaratdan tiqib yo'q qo'yaradi bir 10 sutkaga. Mana uni ham bir ko'raylik, bir 15 sutkachaga kirib chiqqanini bir Serquyosh aytganini. Serquyosh har o'lkam degan qo'shiqlarni bir eshitaylik. Seks qo'shiq haqida emas, Serquyosh haqida bundan ham bir. To'ylar muborak.